Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Xudo xolasa bugun o'zimni seximni yoritib berishga harakat qilaman sizlar uchun. Sexdan polniy obzorini qilib beraman. Biz akalar ishlab chiqaruvchimiz. Xudo xolasa eshik, rom, kalavat, so'ri, tapchan, xon taxta, skameyka, hamma turdagi yog'och mahsulotlarimiz bor. Birinchi bo'lib ustaxonadan tanishtirsam sizlar uchun. Akalar, bu ustaxonamiz bizni. Xo'p, ustanoylarimiz joylashgan. Bu yerda shu zakotovka holatiga tayyorlab, tilib, randalab, polniy turum charmagini qilib chiqaramiz tashqariga. So'rilarimiz bityapti, xudo xolasa oyoqqa tiqishga tayyor, qoqishtirilgan holatda. Xon taxtalar deysizmi, stolchalar deysizmi, barcha turdagi mahsulotlarimiz bor. Eshik rom yog'ochdan, tabiiy yog'ochdan qilinadi. Operator sar yaqinlashtirib oling. Eshik romlarimiz ham zakazga tayyor bo'lyapti, xudo xolasa. Ishlarimiz bu yerdan chiqadi, turum charmaydan chiqib, tashqarida qoqishtiriladi. Xudo xolasa 3 ta so'rimiz уже tayyor holatda, rang sepishga tayyor holatda. Xo'p, so'rimizning materiali oyoq qismlari qattiq materiallardan ishlatilgan, yong'oqdan bo'lgan. Bu so'rimiz oyog'i to'rang'i va chinor materiallardan ishlatamiz oyoqlariga. Qo'llari ham ko'zsiz taxtadan yorilib, ko'chib ketmaydi, chaka ochilib ketmaydi. Bozlarimizga ham bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Bozlarimiz ham tagi 17 lik bozlardan ishlatilgan, qurug'idan ishonarli. Xudo xolasa bemalol buni bu so'rimiz razmeri 2,5 ga 3 razmerda, to'g'risi o'ymali, yon qismi terilali bo'lyapti. Quda tomonga olib borsangiz ham uyalmaysiz. Hoji ona, hoji otalar yaqinda umradan kelyaptimi, biz so'rimizni tavsiya beramiz. Juda chiroyli holatda. So'rimizni narxiga keladigan bo'lsak, bu so'rimizni 7 million so'm deb baholadik. Vodiy bo'ylab albatta dastlabkasi ichida qilib beramiz. Xo'p, qolganlari ham mana bitib qolyapti. Gruntovka jarayonlarimiz bo'lyapti hozir. Ishlovlar berilyapti. Oyoqlarimiz yorilib ketmasligi uchun gruntovkani ikki slov qilib beramiz. Cho'tkada urib beramiz, chunki apparatda sepsak yaxshi chiqmaydi, shuning uchun cho'tkada urib beramiz. Xo'p, qolganlari ham xuddi shu fasonda. Taglarni ham bitta ko'rsatib o'tib keting. Lagalarimiz ham qalinidan ishlatilgan, mana 14 ga 4,5 lik qalinidan ishlatilgan. Burchaklari ugullar bilan qotirilgan. Chunki oldidan ko'p mixurlarni oldini bitta ko'rsatib o'rasiz. Oldi tomonidan mix urib qo'yilardi, yuzli mixda. Shuning uchun biz baquvvatroq ham idealni chiqish uchun, oldi ham chiroyli ko'rinish uchun, mixlar ko'rinib qolmasligi uchun shuni yechim qilganmiz, ugullarda qotirishdi. Xullas akalar, vodiy bo'ylab chiqarib beramiz. Siz xohlagan turda yog'och mahsulotlarimiz bor. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Videomiz like arzisa bitta donadan like ni bosib ketishni unutmaysizlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'yasizlar. Albatta sizlarga birinchilardan bo'lib so'rilarimiz yetib borish uchun salomat bo'lasizlar, kuzatishda davom etasizlar. Manzilimiz Buvayda tumani, Yangiqo'rg'on shaharchasi Alimergan qishlog'idan bo'lyapti. Agar yeslicha o'zim ko'zim bilan ko'rib olaman deydigan bo'lsangiz, seximizga taklif qilamiz. Xohlagan stilingizda tanlab olishingiz mumkin. Yo'q, uzoqdaman, Rossiyadaman yo chet eldaman deydigan bo'lsalar, bemalol masofadan turib videosini jo'natamiz, kataloglarimiz bor, Telegramdan tashlaymiz, yoqqanini zakasini qilib beramiz, xohlagan razmeringizni. Xullas shunaqa akalar. Salomat bo'lasizlar, kuzatishda davom etasizlar.